5-chi qism. Tuzuk gap qislar deymi? Men har qancha bo'lsa-mu, sizlarga unda qilib yurmaymi, juma? deb Maynurxonga erkalashga boshladi. Bu ishga qoqvash qiyri birdamdala hech ish bo'lmagandek holatga kelib, Maynurxon yanada shundoq g'adoyganicha quruq dasturxonni qo'ltiqiga qistirib, Qosimaxonning uyidan chiqib ketdi. Uf, bugun bu qiyerning o'tkaldan o'tib oldim. Ammo keyin qanday qilaman? Bo'lmadi. Endi planni texmi puxta tuzib, tayyorlik qilmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa, qo'lga kirib bo'lgan maldan quruq qoladigan ish chiqadi. deb barmog'idagi o'zik bilan belikidagi belayzikni silab qo'ydi. Turibla Qosim banganing boyqi qiliqi ko'z oldiga kelib oladi. Qiyri buzuq, o'zingchi meni ilindirman deb o'ylab qopsan-da, men degan kim u? Sendek jini sesib qolgan qiyriga tetiyanmaydigan jinimni ishtiqqa tashlab beramanman. Maynurxon bu ishni qandoq bir taraf qilishni to'liq o'ylab, beshining ishchimi, teshimi qaytib ketdi. Oxiri o'z go'shini o'z yig'ida qo'rish hiylasini o'ylab topdi. Aradan 6 kun o'tganda Maynurxon Oygo'zalni chiroyli yasandirib, yuzlarini yepib, yetilib, Qosim banganing hovlisidan kirib keldi. Qosim banga ularni ko'rib, muhurkaning ta'sirida sarg'ayib ketgan tishlarini yengaytib, ularni uyga boshladi. Maynurxon bilan Qosim banga chiroyli yasandirilgan Oygo'zalni to'yliq hujursiga akirib qo'yib, hovliga chiqishdi. Ondan Qosim banga Maynurxonni o'zitib qo'yish uchun hovli sirtiga chiqdi. Qosim banga kirib ketishga oldirgan sari Maynurxon oqmas gaplarni qilib uni tutib oladi. Oxir Maynurxonning gaplari tugab, Qosim banga kayniga yandi. U apala-shapala o'yli ishigini taqib, kaynidan biri qo'g'ligandek uyga yugurib kirdi. Ondan hujra uyining ishigini mahkam taqidi. Qosim banga ko'rdiki, u Oygo'zal kiyimlarini selib, chiroyli qatlab qo'yibdi. O'zi bo'lsa, yotqonga kirib, kaynini qilib yetibmi bo'pti. Qosim banga Maynurxonning Oygo'zalga ishlarni to'lima atrofliq o'gitib akaganiga shunchalik xursand bo'lib, kiyimlarini oldirabla silib, karvatning oyoqiga tashladi. Ondan yotqonga kirmoqchi bo'lib, tuyuqsiz bayatdan Maynurxonning "Sili muhurkini jiqchikala. Shunga mayli qandaq vaqt bo'lsin, yotqonga kirishdan burun eg'izlarini pakizda chayqab, bo'ylarini suvga silib yetib, ondan kelinchakning qishig'i kasalajumi? Unda qilmay kelinchakni xapib qo'ysinlari, men amal qilolmayman" degan gaplarni aslab, yana ostag'ini tashqarqi uyga chiqib, eg'izini qayta-qayta chayqab, ondan hujra uyga kirdi. U go'zal, chiroyli xotinni quchoqlamoqchi bo'lib, yotqanni shunda qayrib edi. Tas qoldi, hushidan ketgili. Yotqanda Oygo'zal turmoq, uning soyasimi ko'rinmaydi. Faqat bir tarbiga Oygo'zalning yuziga yepib olgan yog'liqi chegilgan uzun ishkital tagi turadi. Buni ko'rib, Qosim banganing arvohi 40 kez ushdi. Oygo'zalni kelmadimikin desa, uning qo'lidan tutib o'zi akirgan tursa, endi u qiynadi. U oldirabla kiyimlarini o'ng taturli kiyib, uyning hamma yerini izlashga boshladi. Yo'q. U oxir Maynurxonlarning uyiga bordi. Bu vaqtda Maynurxonlar allaburun uxlab bo'lgan edi. Eshikning daranglab qiyiqilishidan uyg'ongan Maynurxon erini qarab beqishga buyurdi. Amaliyotda Maynurxon Qosim banganing keladiganligini biladi. Eri Qosim bangani uyga boshladi. Qosim banga hozirab bo'mi deb kirib, Oygo'zalning yo'q ekanligini aytdi. Ham uning bu yerga kelgan kamiganligini so'radi. Bu gapni anglab, Maynurxon qattiq jiddiylashgan qiyofatga kirib oldi. "Nima deydilar Qosimaxon? Oygo'zal yo'qdirdi dedilarmi? Nemishqa yo'qdirdi? O ne ketibdi?" Voy, ne ketganligini men nereden bilay? Men shu bu yerga keldim ekan deb qichqirib keldim. U bu yerga kelmadim ha? deb so'radi Qosim banga. "Voy, yo'q, bu yerga kelmadi. Voy bechora qizim. U bu kechadan nega ketgandi? Ayta, sen qari mening qizimni nima qilding? Berib bo'lguncha uni bo'zaq qildingmi? Uni qochib ketishga majbur qildingmi? Mening qizimni to'la. Voy chiroyli qizim. Voy, sening 10 gulingning biri echilmagan tug'i."
Bopdu, xeyri bolsunmu məyli, qızımğa köyünsə, onun halıdan yaxşı xəbər alsa boldu desəm, bu xeyri səndən nemi qaldı? Əmdə bu gecədə nələrdə yürüydüğən sən? Seni xapı qıqan bolsa qeşimqı kəsən bulmazmadı. Mən əmdə qandaqma qılamən. Dəb, yığlaşqı başladı. Andın qappıdı qılıb, Qasım bəyginin yaqısığı esildi. Oh qeyri buzuq, menin güldək qızımla nemi qıldın? Onu nəyə qaçırdın? Qızımını tölə, mavu tömürüğünü al. Bana bu bildiğimin gerek emez. Derhal kızımını tap. Dep yalğandan oyup koyup yığılap qaqşap Qasım bəngedin alğan özük bilen bir ezikni onunğa tutquzub koydu. Qasım bəngə bu yerге kelip Aygüzel'ne tepip berişini eytip Maynurxanның adibini berimen dep kelip əksçe Maynurxanға tutulup qaldı. Hiçbir yol vurup mu Maynurxandan kutulamıgan Qasım bəngə Maynurxan baya çangalığa sayıp koygan özük bilen bilezükni qayta onun koluğa qaytırıp berip Aygüzel'ni davamlı qızdaydıqanlıqını eytip onundan aran kutuldu. Şunda qılıp Maynurxan yığılap yalvarıp yürüp oğlunu işqı silip oynagan bu bir meydan oyun Maynurxanның qalbisi bilen ahırlaştı. Bu nomussuz ayol öz qılmışıdan azraqmı nomus qılmay öz qalbisidan xush bolup qılmışlardan pəxirlanıb kölüp qoydu. Aygüzel, dükanda bir neçə yıl turuş jarayonida har xil yumshaq, çörek pechinilar, tuch, sangza, mahu, sambusa, quymoq, har xil shakldagi shokolad tort, qaymoq tort, meva tort, ishqilib xaridor nimani talab qilsa, shuni tayyor qila oladigan holatga keldi. Dehi bir neçə xil təmi özgəcə, şəkli körkəm, kiçik balalar yoqturub yeydigan pechini yasab çıxdı. Hazır Aygüzel ustasından qilishmog'idek holatga yetdi. U neçə qitim dukan ayrışni o'yladi-yu, ammo ustasının ko'nglini ayab, bu to'g'risida eg'iz ochmadi. Amaliyotda uning ustasi Aygüzelning ketib kelishini xolamaydi. Shunga yuqori maosh bilan uni ishlatib o'tatdi. Bir kuni dükanda xaridormi tugagan. Xeyli kash bo'lib qolgan vaqt edi. U o'zining necha kundan beri ko'nglida o'ylab yurgan yangi bir pechini turni pishirib baqmoqchi bo'lib, dükanda o'zi yolg'iz qolib qolgan edi. Dükkanning chirqi o'chik. Faqat ichidagi pishiriq tayyorlaydigan uyning chirqi yiniqliq edi. Aygüzel butun vujudi bilan berilib, o'z ishi bilan mashg'ul edi. Tuyuqsiz kaynatilla biri quchoqlab oldi-da, ko'tiribla teshidagi chirqi o'chik do'konga elib chiqdi. Ondan hash-bash deguncha Aygüzelni xaridorlarni boshlab qo'ydigan kresloga keldi. Aygüzel tipirlab hadab yulqindi. Ham bu kishining kimligini bilinmay ralli bo'lib qoldi. Aygüzel qarshilik qilaverganlikdan oxiri bu eg'iz etishga majbur bo'ldi. Bu o'ziga qattiq ishongan holda Aygüzelni qo'yib berib, onunga yalvurishga boshladi. Canım Aygüzel, uzundan beri derdinizde sarang bo'layil dedim. O'zimni tutulishga shuncha urinsammi, faqat amal qilamadim. Mushu bir qitim ma'quldim. Bu ishni men siz bir kimga demasakla hech kim bilmaydi. Aygüzel bu ovozni anglab quloqlariga ishonmay qoldi. Bu ovoz ayoliga shunchalik kuyunib asraydigan, ha degandala ayolining gapini anglab uni hurmatlaydigan, tehi onunga har xil chiroyli gullarni, turlik zibu-zinatlarni sovg'a qilib, boshqalarni o'zlarining baxtli o'tayotganligiga havas qildirib qo'yadigan ustasining eri Akramning ovozi edi. Aygüzel bu kuyimchan erni shundoq hurmatlaydi. Uni xuddi o'z aksidek ko'radi. Bu bir jub ayollarga havasi keladi. Meningmi ashundoq bir kuyimchan hamroyim bo'lsa deb umid qiladi. Endi bu nima bo'lg'ini? Ajiba, kishi degan bu insonlarda zodi vafo degan narsa yo'qmidi? Aygüzelning ustasimi shunchalik chiroyli, qamlashgan. Bo'y desa bo'yi, chiroy desa chiroyi bor. Mijasimi shundoq esil ayol edi-ku. Erlar nemishqa qotisidagi o'xshagan oshni qo'yib, sirtdagi yundan eshikis keladigandu. Nemishqa o'z uyidagi osh mahbublarning qadriga yetmaydigandi.
Ağzınızını yuming, siz nima deyapsiz? Acaba bunda qishni bir kimga demisizlar hech bo'lmamda. Acaba siz aşı mehribon ayolingizning, aşı sabiy nursida bolalaringizning yuziga qanday qaraya olaysiz? O'z vijdoningizga qanday yuz kelalaysiz? Siz mushu holingizga ayolingizga qanday pok er bo'la olaysiz? Asli sizni shunday hurmat qilatdim. Endi nazarimda bir aqli tushdingiz. Siz obdan o'ylab beqing. O'zingizning er kishi ekanligini biladi ekansiz. Nemishqa er kishi ustiga oladigan mas'uliyatni bilmaysiz? Siz bütün sürük bir er kishi turib, xotiningiz tepib berganni yeb, ichib, kiyib, orqadan uning yuziga qora suvashqa o'rinayotsiz. Sizning naringiz er kishi, naringiz bir dada, naringiz bir haqiqiy erkak. Nima u ko'ydim, pishtan degan. Nemishqa mo'sh gapingizni ashu notivan ayolingizga tepmaysiz? Agar siz menga chiqargan mushu suyingizni ayolingizga chiqarib bersangiz, ustamning oq ko'ngligida u sizning bir tayyor tapni bir umr beqishga rozi bo'ladi emasmi? Dedi-da, do'kon eshigini jaloqqada yepib chiqib ketdi. U do'kondan chiqibla birsining og'zini tutib, yig'lig'ini ketib qolganligini ko'rib qoldi. Bu dal Ayguzalning ustisi Parizat edi. Endi Ayguzal bu yerda tursa bo'lmaydi. Bu yerda tursa bo'lmaydiganligining sababini ustisiga tushuntirishning hojati qolmagan edi. Ayguzal erlarga teg'imi o'ch bo'lib ketdi. U do'konda taqib olgan peshtaminning teg'icha oldiga tortiqliq turganligini ko'rib, darhol yeshib, yo'lning qiridagi axlat sanduqiga tashlab etdi. Ondan ko'ngli to'limi besaramjon holda holsiz qadamlarini so'rab uyiga ketdi. Uyiga kiribla kiyim-kechaklarini selib tashlab, tozliq uyga kirib uzoq yuyundi. Bir tarafdan yuying'ach, bir tarafdan yig'ladi. Xo'jayinning qilg'ini uningga bakma eg'ir kelgan edi. Hammadan bak ustisi uchun yig'ladi. Biz ayollarni erlazada nima deb o'ylaydigandi? Acaba ular bizni nima qilsa bo'ladigan narsa deb qaramdigandi? Ular nemishqa bizningmi bir o'ziga o'xshash ko'ngli bor, go'shtim putilgan yuragi bor odam ekanligimizni o'ylab qo'ymaydigandi. Axiq deganning ajabmi bir ko'ngli past bo'ladi ekan desa? Esit bechora ustam. O namert ablah o'zingizning pulini o'zingizga xarjlab ko'nglingizni tundirib qo'yib, siz aldirish yurgan kunlarda nalarda puxtastab yurgandi-ku. Siz nima deb kelgan bu xitdingiz? Agar kelmagan bo'lsangiz, bu ishlarni bilmagan bo'lsangiz, balkim ozroq azoblanib bo'g'itdingiz. Men gap qilmay ketib qolsam-mu, faqat mendala og'irna bo'g'itdingiz. Esit namert ablah. Ayguzal tozliq uydan chiqib, karvatiga o'zini tashlab yotdi. U yana to'xtamay xiyol qiladi. U turibla Rabqatni o'ylab qoldi. Uning hiliqi kundagi muhabbatli ko'zlarini ko'rgandek bo'ldi-yu, ammo darhol uni inkor qilishga boshladi. Kim edi u? Umi bir akishig'u? Kim biladi? Bu chaqchi o'nnechi qizning beshini qaydirib bo'ldi. Ammo Ayguzal xato o'ylagan edi. Amaliyotda Rabqat uni haqiqatan chin ko'nglidan yaxshi ko'rgan edi. Uning Ayguzalni yaxshi ko'rishi Erkinning yaxshi ko'rishiga hargiz o'xshamaydi. Erkin Ayguzalning soddaligidan foydalanib, uning yoshligidan, go'zalligidan foydalanishni maqsad qilgan bo'lsa, Rabqat Ayguzalning esal mijozini, uningdagi kam tepiladigan eg'ir besiqlikni yaxshi ko'rib, uzoq o'yilnish orqali uning baharliq azoblarini unuttirib, uni o'ziga haqiqiy jub qilib tanlagan edi. Lekin Ayguzal uning ko'nglini tushunmadi. Rabqat amaliyotda o'zi kutkichilik qilib ishlayotgan g'aribchi tomoqxonaning xo'jayinining o'g'li bo'lib, uni bu yerda ishlayotganlarning hech qaysisi bilmaydi. Xo'jayinmi odatdagi xizmatchilarga qanday muomala qilgan bo'lsa, Rabqatga shunday muomala qiladi. U texi xizmatchilar yotqida turadi. Shunday bo'lg'achqa qolgan xizmatchilar uni o'ziga o'xshash bu tomoqxonaning bir a'zosi deb qaraydi. U faqat o'ziga xos saposi bilan boshqalardan farq qilinib turadi. U ishmaydi, chekmaydi. O'yin tomosha qalaymaqon so'rinlardan yiroq edi.
beka bo'lsa kitob ko'ratdi. Aygüzel ketgandan keyin u bir mezgil xuddi xom suv yig'i ichib olgandek qarang holatda yurdi. Keyin o'zini xizmatga urib ishladi. Xayrasa bo'lsa, yana uningga suyulib, sürkülüp yurdi. Oxiri buningga chidimiga rabqat, uni faqatli yaxshi ko'rmaydiganligini, mayli nemilik qilsin, o'zining ko'nglida faqat Aygüzelning borligini, hamon bir kuni uni izlab topadiganligini aytib, Xayrinsaga endi o'zini ovora qilmaslikni, niyatidan yenib, o'zining baxtini balduroq